Qizimni og'zi stomatit bo'lgan bilasizlar, qo'limga yod separdim, tomoqqa sepish uchun berilgan. Buni yuvsa ham ketmayapti bu o'lgurda. O'shani hozir mohimdan olgan yuz yuvadigan nimam bilan yuvib ko'ramiz. Ketarmikin, yo'qmikin ko'ramiz qizlar. Mohim chunki yuzdagi mana degan kanalkani o'chirib yuboradi-da. Menimcha bu yodni ham o'chirsa kerak. İçidan simirib olsa kerak menimcha. Qizlar, mana buni qaranglar. Ketqizdimi? Ketqizdi, qaranglar. Sizlarga hozir ko'rsataman. Mana rakovinani qaranglar mana. Ko'ryaptimi? Rakovinadan даже mana. Ko'rasizlar? Yodni rangi ketmayapti, lekin immindan mohimmi? Mana shu yuz yuvish uchun vositasi ketkazadi-da. Shunaqa yuzinglardagi kirlarni hammasini tozalab oladi qizlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Turkiya mahsulotlari asosida tayyorlangan. Kirim yo'q deysizlar, yuzimga tonalni surmayman, bo'yamayman deysizlar, yo'q. Ichidagi poralargacha hammasini chiqarib oladi. Qizlar, telefon bo'lib qoldi. Videoni o'chirishga orada majbur